Buni rangi qachon o'zgararkin-a? Yo'q aka, menga bitta narsa kerak bo'lyapti. Nima kerak xotin, ayt topib beraman любой narsani. Haligi velosiped mingim kelyapti. Velosiped olib kelib bering. Velosipedni nima qilasan? Mana zo'rgina mashinamiz bor, xameleon rangli. Yo'q, menga velosiped kerak. Bo'pti, hozir olib kelaman xotin, shu yerda tur. Birorta joydan topa olsam olib kelaman. Mayli, sen aytding, olib kelishim kerak, chunki biz yaqinda ota-ona bo'lamiz. Brat, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, o'zing qalaysan? Sizda mabodo velosiped yo'qmi? Yo'q, menda yo'q, lekin qishloqdan narigi tomonda adashmasam sotilayotgandi. Rahmat. Bo'pti xotin, sen uyda o'tirib tur, hozir olib kelaman borib. Bo'ladi, Jo'x aka. Mayli. Tak, qayerda sotilyapti dedi. Barcha assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'x akalar videoni oxirigacha kuzatinglar. Bizni xotinda velik mingiz kelib qopti, brat yo'q ekan. Qishloqdan narigida, "Oy, Jetel, qalaysan, yaxshimisan?" Yaxshi, o'zing qalay? Bo'ladi, rahmat. Ana yoqda velosiped sotilyapti ekan, shu rostmi? Ha, sotilyapti. Zaritdan uyni yonida borasan meni. Galim, bos. Tushunmadim. Mayli. Uzr, kechirasanlar, bilmasdan qo'lim tushdi tegib ketdi. Assalomu alaykum, brat. Yaxshimiz, tuzumsiz? Bo'ladi, o'zing qalasan? O'zing qalasan dedim, o'zing qalaysan dedi shekilli. Yaxshi, rahmat, eshitgan bo'lsangiz agar. Eshitmadim, bilmadim. Qayerda sotyapti dedi. Qishloqdan nari tomon, Zaniddin uyida yonida degandim. Mana-ku. Yo, buni egasi kim ekan-a? Egasi yo'q. Cho'ta tekinga beriladimi deymanda, chunki parkovkaning yonida turibdi. Adashmasam bu qishlog'imizda kim tekin minib aylansa o'shaniki degan narsa bo'lsa kerak. Bu Jetelniki emas. Jetel, mana veringlar kimniki? Bilmayman. Bo'pti, o'zing bilasan, bilmasang. Mayli, menimcha bu hech kimniki bo'lmasa kerak. Prosta takka qo'yib qo'yishibdi. Menimcha hamma bitta minib aylansa kerak. Tak haydab ko'ray qani. Yo, dahshat, vashshe boru, chotki velosiped ekan. Hatto menga bu yashil ranglisi yo'qmi? Yo, menga yo'qadi yashil. Menga farqi yo'q rangini. Endi xotinimga yashil rang mosh to'g'ri kelmas. O'shaning uchun ham qizilmi, rozovaymi o'shanaqa ranglisidan olishim kerak. Вообще dahshat, drift qilsa bo'lar ekan, lekin men xotinim drift qilishni bilmaydi. Mosh bilishi ham mumkin. Asta haydayın, asta birovni velosipedi buni buzib qo'yadigan bo'lsam, keyin buni sozlab berish kerak, to'lash kerak deganda u asta, lekin takoy velosiped ekan. Qaraylar, parkovkani dahshat jinni qilib qo'ymoqchi edim, salgina jinni emas bo'lib qoldi. Bo'ldi akalar, chotki. Menimcha qaraylar, Yorvaration, Corporation bo'lib ketdi. Sariq rangi ham atak chiroyli ekan. Xotinimga menimcha sariq ham to'g'ri kelmasa kerak. Bunda ham drift qilsa bo'lar ekan, xohlagancha. Yo, vashshi velosipedlarni iti ekan bor-ku. Menimcha BMW kompaniyasi ishlab chiqargan bo'lsa kerak, buni mana takoy qilib bu yerda parkovka qilib qo'yish kerak. Akalar, mana shu qizil rangini xotinimga borib beraman. Xullas, egasi bilmayman kim, egasi maosh so'rab qoladigan bo'lsa, o'shanda pulini berib yuboraman. Hozir lekin bera olmayman to'g'risi. Sababi ko'ryapsizlar, xotinim so'rayapti. "Jo'x aka, menga velosiped olib kelib bering, haydagim kelyapti" deydi. Endi haydagisi kelganda qochlaring, o'lib ketasanlar. Velik bizni o'ldirmay, tentak. Endi qayerdan bilyapsanlar, o'ldirish ham mumkin. Bo'pti. O'ldirsin. Shu gap uchun borib bosib ketaymikin, velik bilan bosishcha unaqa qo'rqinchli emas. Galim keldi. Obbo, bir teginib ketsam, sirrazi galimlar keladi. Bo'ldi, tegma. Qalaysiz, brat, yaxshimiz? Shu yerda 2 minut turib turay maylimi? Nima gap? Ana u galim kelyapti-da, qo'p. Yana Jetellarga tegindingmi? Endi bilmasdan teginib yoribman. Ko'rdingizmi, velosiped qalay ekan? Dahshat, qizildan oldingmi? Endi xotinimga-da, o'zimga emas. Tushunarli. Tak, buni pakajda bu yerga qo'ymaslik kerak. Mana bu mashinani chiqarib yuborish kerak. Aytdim-ku, xameleon rang deb. Bu har xil rangga kiradigan mashina. Ko'ryapsizlar akalar, boya ko'k edi, endi yashil bo'lib qopti. Birozdan keyin bilmayman qanaqa rang bo'lib qoladi. Kamalak rang bo'lib qolmasa bo'ldi, eng muhimi. Tak, xo'p, asta minnaman va buni ko'chaga chiqarib qo'yaman. Xotinimga olib bergan velosipedim turadi garajda. Bu esa vasheta kerak emas mashina. Bo'ldi, всё. Shu yerda tursin. Bu mana yerda buzib qo'yib, mana yaxshim tosh qolib ketibdi, mana to'g'rilab qo'yaman. Endi esa velosipedni asta minib, endi garajga kiritib qo'yaman. Haydagisi kelgan bo'lsa, sirasi chiqib haydab ketishi ham mumkin. Xo'p, bo'ldi, всё. Mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Atak burib qo'ysam, bittada haydab chiqib ketadi. Xotinim bilmayman, haydashni biladimi yo'qmi? Bilmasa o'rgatish kerak, ko'tarib o'rgatamanmi yoki bilmayman, xullas nimadir qilib o'rgataman. Yo'q, haydashni bilishi ham mumkin. Hali so'rab ko'rmaganman, lekin xotinim karatega borganim, lekin mashinamni nima qilaman qizig'i. Obbo, datchik yonib qopti, datchikni o'chirib ketayinda. Tak, tabloni ochamiz va o'chiramiz. Bo'ldi akalar, всё. O'chmabdi-ku. Bo'ldan endi o'chdi. Yopaman, yopil, simsim, vashshi simsim ekansan, bor-ku, simsim ekansan.
bu qanaqa rusumli mashinaligini lekin bilmadim. Boya ko'k edi, yashil bo'lib qopti, lekin takoy mashinaga o'xshayapti akalar. Yorvarayishim, qirvarayishim bor, u ham yashil o'zi ham. Xo'p, kechirasiz brat deyib ketdim. Yana bu yerga ham tushib ketishim sal qoldi. Brat, eshitib olib qo'ying. Ha, shetel qalaysan? Veligini beram minay. Tentay u xotinimni veligi. O takoyo xotining mazza qilar ekanda. Senga nima xohlasa mazza qila, xohlasa mazza qilmaydi. Ishing bo'lmasin seni, maylimi? Ha, bo'pti, o'zing bilasan. O'zim bilaman aytmasam ham. Xotin, men senga takoy bitta velosiped olib keldim, garajga qo'yib qo'ydim, qip-qizil rangidan. Bo'laveradimi? No'g'ri, rangini farqi yo'q. Rahmat Jo'xa aka, hozir tushaman. Birgalikda haydaymiz. Mayli tezroq lekin birgalikda hayda olmaymiz, o ikki kishini ko'tara olmaydik. Qanaqasiga ikkalamiz birga minamiz. Tezroq bo'lay, men seni kutib o'tiribman, ortimdan tezroq tushgin. O'sha velosipedni minmasang egasi kelib so'rab qolishi mumkin. Nima? Qanaqasiga egasi so'rab keladi? Sotib olib demadingizmi? Yo'q, qishloqning narigi burchagida bir dunyo velosipedlar turgan ekan. Menimcha buni qishloqlar aylanish uchun qo'yishgan deb turib, o'shaning uchun olib keldim. Qanday minasan hozir? Sen haydashni bilasanmi o'zi? To'xta, men senga haydashni o'rgataman. Oldi nimaga tushib qoldi. Mayli, qara. Nimagadir yana tushib qoldi. Kalochi orqamga minib olsang, men seni minib haydataman. Bo'ladimi? Yo'q, o'zim haydashni bilaman. Haydab tashlayman, tushunchi? Bo'ldi, mana haydasang, haydab ko'r, o'zing bilasan. Faqat ehtiyot bo'l, xo'pmi? Men seni uyda kutib turaman. Haydab bo'lganingdan keyin olib kelib joyiga qo'yib qo'y. Tushundingmi? Bo'pti xotin, senga omad. Yaxshi aylanib kedingmanmi? Xullas, akalar o'zi haydashni bilsa kerak, xotinim. Jo'xa aka, hoy Jo'xa aka. Xotinim chaqiryaptimi? Nima bo'ldi? Hoy xotin, nima gap? Politsiyani qarang, endi haydagani qo'ymayapti. Ha, brat, nima gap? Nima xotinimga haydagani qo'ymayapsiz? Bu velosipedni sen o'g'irlab ketgansan, bilasanmi shuni? Qanaqasiga o'g'irlab ketganman? Shunchaki ko'chada bir nechta velosipedlar turgan ekan. O'shalar menimcha hamma haydash uchun qo'yilgan deb o'ylab haydab ketdim. Yo, sen adashgansan, ortimdan yur. Boryapman, faqat biroz sekinroq yursangiz yaxshi bo'lardi. Yo'q, tezroq yur. Gapni qisqasi, sen Zayniddinni velosipedlarini haydagansan. Nima? Shuncha velosiped Zayniddinnikimi? Ha, u biznes ochgan, ya'ni velosipedni pul evaziga haydatyapti. Sen esa tekinga qochib ketgansan, tushunyapsanmi? U sen ustingdan arz qilgan politsiyaga. Tushunarli. Zayniddin, menga qara, nimaga arz qilding? Bir xotinim haydagisi kelganiga o'shanga haydasa bo'lardi-ku. Sen nima tekin haydamoqchi edingmi, jinni? Tekin sen aytmading-da pulliligini. Seni men ko'rganim ham yo'q, hatto sen o'g'irlab ketgansan. Unaqa emas, iltimos Zayniddin, unaqa qilma, men ustimdan nima arz qilasan? Voy Jo'xa, yur bu yoqqa. Sen bizga tushuntirish xat yozib berishing kerak. Qilganishing uchun esa javob berasan yoki qamalasan yoki bilmadim. Bu yerdagi sariq velosipedni men o'g'irlaganim yo'q. U ana o yoqda parkovkada turibdi, ko'ryapsizmi? Mayli, bu uchun javob bermaysan, lekin qizil velosipedni o'g'irlab ketgansan. Bu uchun yo jarima qo'llaymiz yoki qamalasan aytganimdek. Yo'q, janob politsiyachi, unaqa qilmang. Men shunchaki xotinim haydagisi kelgan, bilasiz, yaqinda ona bo'ladi. Yo, menga uni qizig'i yo'q. Zayniddin, xo'sh, nima deysan? Sen jarima to'laysanmi, nimani qilsang qiyin, xullas, bilmayman. Zayniddin, unaqa emas. Brat, to'xtang. Siz bilan hal qilib, iltimos, unaqa bo'lmasin. Men ko'ryapsiz-ku, просто takka. Mayli, nima qilaman hozir, men tushuntiring. Ortimdan yur. Birinchi o'rinda tushuntirish xat yozib berasan, keyin esa velosipedni joyiga olib kelib qo'yasan. Agar Zayniddinni rozi qilsang, u rozi bo'lsa biz arizani bekor qilamiz. Agar rozi bo'lmasa, o'sha jazolardan birortasini senga qo'llaymiz. Tushundingmi? Tushundim, lekin obbosh Zayniddin ham ezib orar ekan-da rostdan ham. To'xtang, brat. Qanaqasiga tushuntirish xat yozaman? Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Ha, Jo'xa, nima tinchlikmi, biror aybish qildingmi? Velosiped o'g'irlagan ekan. Nima, velosiped o'g'irladingmi? Mana bo'ldimi, arza yozdim. To'xtang, yozmabman ekan. Mana bo'ldi, tushuntirish xat bo'ladimi? Qani o'qib ko'raychi, qo'ychi. Hozir to'xtang. Bir ikkita narsa qo'shmabman. Mana endi o'qib ko'ringchi. Bo'ldi, bo'laveradi, mayli. Aha, bo'pti. Tak, velosipedni olib borib berayin, keyin esa Zayniddinni rozi qilish kerak. Qanday rozi qilsam ekan? Pul bersammi ekan? Yo'q, pul bersam bo'lmaydi. Pulga rozi bo'lmaydi aniq. Lekin u bitta reja bor. Agar o'xshasa, o'xshadimi yo'qmi bilmadim. Avval mana velosipedni Zayniddinning uyiga borib berayin, keyin esa o'ylab ko'raman. Xotinim velosipedni haydashga ulgurdim ekan. Jo'xa, nima gap? Janob, hech narsa, sizga gapim yo'q, prosta kelgandim. Aytgancha, menga qarang. Yo, mayli, qaramang. Tak,
bitta gap aytmoqchi edim, prosta aytgim kelmayapti. Ya'ni janobdan biroz bir ikkita narsa olmoqchi edim. Zayniddinga berishga. Zayniddin kompyuterini yo'qotgandan beri yangi kompyuter ola olmay yuribdi-da. O'shanga yangi kompyuter zakaz qildirib beraymikan degandim, lekin qimmatga tushib ketar ekanman. Yo'lga turma, ahmoqmisan nima? Bo'lib qoldim men ham. Xo'p, o'shaning uchun asta-roq haydashim kerak. Biroq tuzumsiz. Bo'ladi, rahmat, o'zing qara. Bo'ladi, rahmat men ham. Tak, ana endi akalar asta buraman, asta va chotki. Xo'p, endi buni olib borib o'sha joppa joyiga parkovka qilaman-da, Zayniddin bilan kelishuv tuzishga harakat qilib ko'raman. Menimcha kelishib bo'lmaydi, u yaramas bilan. Xo'sh, mana shu burchakka qo'yib qo'ysam bo'ladi. O'zi nari burchakda turganligi mayli, joyning farqi yo'q bo'lsa kerak. Xo'p, asta mashina parkovka qilishni bilardim-ku, velosiped parkovka qilib ko'rmagan ekanman. Yorib qo'ydim, borib parkovka qilishni ham. Hozir Zayniddinga aytib ko'raman. Zayniddin, uydamisan? Ha, nima deysan, Joha? Hozir kelaman, 1 minut. Tak, velosipedingni olib kelib qo'ydim. Ha, mayli. Tak, akalar, menda bitta reja bor. Qarochi do'konga boraman. U yaxshi ko'radigan narsalar bor bir ikkita. O'shalarni olib kelib beray. O'shalarni mazza qilib, xursand bo'lgandan menga bo'pti, mayli, roziman deb qo'yaveradi. Tak, assalomu alaykum, brat. Klient ko'p va Va alaykum, klientlar ko'p. Nima kerak? qarochi bitta energetik, bir ikkita keyin pechene, keyin bitta pechene yetar ekan va bitta shokolad olaman. Qancha bo'ladi, janob? Bilmadim, endi olayotgan narsalarning hammasini olib, keyin hisoblayman bittada. Mana shu narsalar hisoblayavering-chi. $10 bo'lar ekan. Mana o'zi bilganda $10 beribman. Bo'pti, kelib tur. Mayli. Akalar endi buni olib borib berib Zayniddinni rozi qilish kerak. Agarda rozi bo'lmasa, dabdala meni qamab qo'yishadi. Qamalganimdan keyin bilasizlarmi, xotinim biroz qanday yashaydi? Axir yaqinda bilasizlar, ota-ona bo'lamiz biz. O'shaning uchun ham judayam o'ylayapman. Zayniddin, menga qara, men senga bir ikkita narsa topib keldim mana. Keyin mana bu ham senga, bu ham senga. To'xta, nimagadir olinib ketyapti. Mana shular olib qo'ymaylimi? Nimaga bularni olib kelding menga? Shunchaki haligi nima edi, meni iltimos arizangni qaytarib qamashmasin. Bilmadim. O'ylab ko'rishim kerak. O'ylab ko'rishim kerak deydi. Mayli, mana o'sha sariq velosipedni ham joyiga borib qo'yayin. Balki o'shandan keyin rozi bo'ladi. Chunki hozir baribir nedavolim bo'lib turibdi. Sababi velosipedlar hammasi joyida emas. G'alati velosiped degan bor. O'rtada edim sariq velosiped. O'rtaga qanday joylashtirsam ekan, joylasharmikan o'rtaga? Asta. Asta bittasi tegib boshqasi ag'anab ketmasin tag'in. Mana bo'ldi, всё, menimcha normal tushdi. Xo'p, akalar, menimcha arizasini endi qaytarib olsa kerak. Borib endi aytish kerak unga yoki aytmay ketaymikin? Yo'q, aytishim kerak. Mana bu narsalar beraymikin, yo'qmikan o'ylab ko'raman hozir. Tak, Zayniddin, menga qara, velosipedlarning joyiga qo'ydim hammasi. Men ularni olib qo'ydim, iltimos, arizani qaytarib ol. Ha, mayli, boraver. Qaytarib oldim, aytib qo'yaman politsiyaga. Bo'pti, rahmat, Abdushi jigar. Endi jigaram deb qo'yasan-a? Jigar deyman-da, yo'q, zo'r bo'ldi akalar. Endi qamalmaydigan bo'ldim, xotinimni oldida o'tiradigan bo'ldim. Juda ham mazza bo'ldi. Xo'p, brat, yaxshimisiz? Ha, bo'ladi, o'zing zo'rmi? Bo'ladi, rahmat, men ham zo'rman. Tak, mana yo'q, o'tovlarni yig'ishtirib qo'ysa bo'lmasmikin? Bo'pti, mayli. Xotinim qayerda ekan? Borib xotinim bilan mazza qilib gaplashib o'tiraylik. Bolamizga qanaqa ism qo'yishni o'ylash kerak. Yaxshimisan? Ha, bo'ladi. Men ismimni qo'yinglar. Yo'q, qo'ymaymiz.